Assalomu alaykum obunachilar. Mana bu yerda 5 tonnalik havoning polovos uzilib kelgan bizada. Shunga bir yangilik qilib shuni bir ixtiro desa ham bo'ladi. Buni antikvarda qarochi. Mana bu narsani yasab oldik mana. Bu 5 tonnalik havoning polovosi mana shu joyda faqat uzadi-da. Bunga mana 53 tiki bittaga bitta tushaveradi. Lekin bor jichchagina uzun 53 tiki. Uzunligi natijasiga tushmay qoladi joyiga. Shuning uchun mana shu o'rtaga shu narsatgani yasab oldik. Mana bu narsatgani bunga qotirib qo'yadi. Qotirgandan keyin narigi tomoni mana bu razmer bo'lgan. Havoning o'zining razmeri. Mana shunaqa qilib yasab beramiz. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu narsani yasab bera olamiz. Bemalol shunday qilib yasab qo'ysalaringiz ham bo'laveradi.